Shahram G'iyosov haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, Dunyo Lifestyle kanalimizga xush kelibsiz. Biz bilan shou biznes olamini kuzatib borishingiz mumkin. Professional boks Shahram G'iyosov raqibini muddatidan avval qulatdi. Professional bokschimiz Shahram G'iyosov AQShning Nyu-Jersi shtati Atlantic City shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida navbatdagi g'alabasini qo'lga kiritdi. Shahram G'iyosov jangdan keyingi intervyuda ko'z yoshlarini tiya olmadi. Jamoa bilan birgalikda ushbu jangga tayyorgarlik ko'rdik. Nokaut uchun ko'p kombinatsiyalar ustida ishladik va buni uddaladik. Men uchun tayyorgarlik jarayoni qiyin bo'ldi, chunki men qizimni yo'qotdim. U meni ko'rib turib duo qilib turganda men uni sog'inyapman. Uni juda yaxshi ko'rardim. Bu g'alabani qizimning xotirasiga bag'ishlayman. Unga jahon chempioni bo'lishni va'da qilgandim. Keyingi jangimda chempionlik uchun jang qilmoqchiman. Menga imkon berishsa, buni uddalayman deya ko'z yoshlarini tiya olmadi Shahram G'iyosov.